Darvozabon yaxshi o'ynadi Javohir mushti bilan, ammo Bunyodkorning hujumi davom etadi. Uzoq masofadan yo'llangan zarba va qanday gol! Bunyodkor futbolchisi kim? Jamoa sardori Najmiddin Normurodovmi? Yo'q. 18-raqam egasi. Burchak to'p amalga oshirildi. Javohirdan zo'r chiqish. Necha metr bor? Ketdi, bum! Va gol bo'lib ham darvozaning yuqori burchak sohasi. Chap oyoqda. Oh, zo'r gol lekin. Ko'ring, havas qiling degan joyi mana shu bo'ladi. Nol-1 Bunyodkor oldinga chiqib olmoqda. Xursand bo'lishiga qarang. Bunyodkor zaxira futbolchilari